boshlanganda, tushunyapsanmi? Ha. Bir davr tugab 2008dan 2016-yilgacha bir sikl tugadi. Masalan, men hayotimda shunaqa ekanda, shuni tahlil qilganimda shunaqa bo'lib chiqdi-da. Bir sikl tugab 2017-yildan boshlab yangi sikl boshlangan. Ham yangi ishga o'tganmiz, ham yangi joyga ko'chib kelganmiz va yangi ishga o'tganmiz, yangi joyga ko'chib kelganmiz, yangi davr, hayotimizning yangi davri boshlandi-da. Shunaqa. Hozir 2017dan 2025gacha yana bir davri tugallandi degin. Sen o'zing ham shu tahlil qilsang bo'ladi. Endi 2026-yildan bu yog'iga yana 10 yillik sikl yana boshlanadi. Juda ko'pchilikda, butun bu millatda, bu jamiyatda, bu oilalarda, bu har bir insonning shaxsiy o'sishida bu 10 yillik sikl anaqa qiladi, davom etadi. Ya'ni o'sish bilan. Mana endi 2026-yil umuman yangicha davr, juda ham tezlashgan davr boshlandi. Mana shu davrda nimalar bo'ladi?